Sulomon aka, butun Buxoro sizning mahsulotlaringizdan foydalanar ekan, ya'ni gidroizolyatsiya bo'limiga, ya'ni bosqichiga siz mahsulotlaringizdan foydalanar ekan. Menga qiziq narsa, sizning brendingiz boshqa gidroizolyatsiyadan ishlab chiqaruvchi brendlardan nima farq qiladi? Bozorda gidroizolyatsiya mahsulotlari ko'p. Bizning asosiy raqobatdoshimiz Rossiya hisoblanadi. Lekin farq faqat narxda emas, asosiy sifatda. O'zbekistonda boshqa ishlab chiqaruvchilar bor, balki kamroq bo'lsa ham, lekin ularda me'yorlashtirilgan formula yo'q. Har kim xohlaganicha har xil tarkibda ishlab chiqaradi. Bizning brend Neftgazprom mahsulotlari o'sha Yevropa texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi va bu Rossiya mahsulotlari bilan birga bir raqobat qila oladi. Va yana bir afzalliklardan biri bizning mahsulotimizni xalqaro ISO sertifikatiga ega va boshqa O'rta Osiyo davlatlarida sertifikatlarga ega ekanligi. Shu vaqtga qadar biz Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonlarga mahsulotlarimizni eksport qilib kelyapmiz va biror marta shu vaqtgacha eksport qilingan mahsulot sifati haqida shikoyat olmadik. Ya'ni mahsulotimiz sifatiga javob beramiz. O'zi mahsulot afzalliklaridan eng asosiysi bu bizda ishlatayotgan siryoni birinchi sortda ekanligi. Ya'ni biz mahsulotimizga ikkinchi sort yo uchinchi sort siryo qo'shilmaydi. Ya'ni birinchi sort siryo qo'shib, qimmat bo'lsa ham sifat bo'yicha eng asosiy urg'uni beramiz. Yevropa sifati endi O'zbekistonda hamyonbop narx. Chunki biz ishlab chiqaruvchimiz. Agar sizga sifatli bitum primer va bitum mastika mahsulotlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.